Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Excel dasturi orqali jadvallar yaratish, ularni takrorlash va nasib qilsa hisob-kitoblarni ham amalga oshirishni o'rganamiz. Demak, dastavval Excel dasturiga kirib olsak. Mana Excel dasturi. Birinchi navbatda aytib o'tishim kerak bo'lgan gap shundaki, darslar qaysi versiya foydalanishingizdan qat'iy nazar bir xil bo'ladi. Masalan, men hozir ishlatayotgan Microsoft Office 2016 bo'lsa, sizda agar 2010 bo'lsa ham ular o'rtasida uncha farq yo'q. Shu sababli darslarni ketma-ket parallel ravishda bajarib borishingiz foyda bo'ladi. Demak, bir nechta aytib o'tadigan jihatlarim jadval tuzishimizdan oldin. Mana bu yerda list nomi mavjud. Bu bir nechta sahifalar bo'lishi mumkin. Mana bu listga umuman boshqa ma'lumotlar, bu listga umuman boshqa ma'lumotlar saqlashimiz mumkin. Lekin har bittasi bitta fayl ostida bo'ladi. Agar bunga mishkan o'ng tomonini bosib, переименовать qilib, boshqacha nom ham yozib qo'yishimiz, unga turli xil ranglar berishimiz mumkin. Demak, birinchi ishimiz jadvalni strukturasini tuzib chiqamiz. Buning uchun mana xarajatlar ro'yxati nomli jadvalni tuzamiz. Birinchi navbatda zagolovok deydi, ya'ni sarlavhani yozib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu listga hali sig'madi. Buni bir nechta kataklar bilan birlashtirib olishimiz mumkin. Mana belgiladim. Mana bu yerda bunday belgi bor. Shuni bossak, mana bir nechtani birlashtirdi. Ya'ni mana 5 ta katakni bitta bilan belgiladi. Yana shuni belgilagan holatda bunga bossak, o'z holiga qaytadi. Biz belgilaymiz 3, 4, 5. Mana tartib ketdi. Endi bu yerdan tartib raqami. Ko'rishimiz mumkin, tartib raqami ancha joyni egallash niyatida. Shu uchun format yacheyka degan narsa bor. Ctrl Shift F ni bosamiz. Mana bu yerdan chiqadi. Turli xildagi o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin. Mana biz bu yerda vyraniyaniga kirib, nadpisni mana 90 gradus qilib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Tartib raqamini kiritdik. Endi mahsulot nomlarini kiritamiz. Mahsulot nomi. Buni ham mana kengroq berish uchun mana belgilagan holatda kerakli masofaga sursangiz, shuni o'zi yetarli. Miqdori yozib qo'yamiz. Mana bu yerdan kilogramm yoki donada. Buni ham belgilab, mana yuqoridan keraklicha surib qo'yishimiz mumkin. Keyin 1 kilogramm yoki dona narxi. Bu yerga endi narxlarni kiritib o'tamiz. Umumiy xarajatlar, umumiy narx, ya'ni har bitta mahsulot bo'yicha umumiy narx keltiramiz. Mana. Endi tartib raqamlarini yozish uchun 1, 2 enterni bosgan holatda, ya'ni mana 3 ni bosaman, enterni bosaman, pastki qatorga o'tadi. 4 ni bosib, enterni bosaman, 5 ni bosib, enterni bosaman. Kichkina bo'lsa yaxshi. Agar tartib raqamlarimiz 100 ta yoki 200 ta bo'ladigan bo'lsa, bu bekorga bizni charchatadi. Shu uchun eng yaxshi bitta usulni o'rgataman. Mana 1, 2 ni yozgan holatda shuni belgilaymiz. Mana bu yerda mana bunday plus belgisi chiqqandan so'ng uni keraklicha suraveramiz. Mana 5 ta. Agar buni davom ettirsangiz, mana 20, 30, 50 gacha bo'lishi mumkin. Faqat mana shu plus chiqqanda bizga 5 ta yetadi hozircha. 5 ta tartib raqami. Endi mahsulot nomlarini kiritib chiqamiz. Enterni bosamiz. Enter. Mana. Endi ularning miqdorini kiritamiz.
Endi har bitta kilogramm yoki donaning narxini kiritamiz va keyin formula orqali bittada hisoblab olamiz barchasini. Mana bu yerga kiritdik. Endi biz ishlov beradigan jihatimiz, hozir bu yerga yana bitta yozib olsak, mana bu 4 ta kattakini birlashtiramizda, boya o'rganganimizdek bosib yozamiz. Jami xarajatlar. Endi bu jadvalimizni umumiy holatda belgilaymiz. Va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin nijniya granitsa qanday bo'lishi kerakligi. Agar bunday bossak, mana to'liq chiziq bilan belgilab beradi. Buni yana ham belgilaymizda, mana yozuvlarning tartibli bo'lishi uchun mana bunday bo'lishi mumkin yoki bu tomondan bo'lishi mumkin. Biz o'rtani belgilashimiz mumkin va mana yuqori, past, o'rtaroq bo'lganda o'rtaroqni belgilashimiz mumkin. Mana endi ko'rishimiz mumkin, mana tartib raqamlarida joy ko'proq ajratilgan. Shu sababli buni kichraytirishimiz mumkin. Mana o'zingiz xohishingizdan kelib chiqib. To'liq belgilagan holatda shriftini ham o'zgartirishimiz mumkin. Mana bu yerda kalibr bo'lsa, bizga masalan Times New Roman shrifti kerak. O'lchamini esa 14 qila qolamiz. Mana endi ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda yozuvlar sig'may qoldi. Ular sig'ish uchun kerakli kattakni belgilaysiz va mana bu yerda Perines text ko'rdingiz, ortiqcha qismi pastga tushadi. Mana bu o'zi tartibli bo'lishiga hissa qo'shadi. Demak, hammasini kiritib bo'ldik. Mana kerakli joylarini jirni, ya'ni qalin shriftda qilib olishimiz mumkin. Mana bu yerda qalin, egri yoki egrini o'zi yoki tagi chizilgan shu hokazo. Biz qalinni o'zida qoldiramiz. Mana bu sonlarni ham. Mana endi formula kiritishga o'tamiz. Formula qanday kiritiladi? Formula birinchi navbatda mana biz hozir qiladigan ishimizni algoritmini tuza olishimiz kerak. Mana bizda miqdor mavjud va har bitta miqdor uchun narx mavjud. Demak, olma 28 kilogramm olmani umumiy narxini chiqarishimiz uchun mana 28 kilogramni 7300 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, bu katakni bu kataga ko'paytirishimiz kerak. Natijasi bu yerda chiqishi kerak. Natijasi chiqishi kerak bo'lgan joyga bosamiz. Barobar belgisini qo'ygan holatda mana bu birinchi elementni bosib plus tugmasini bosamiz va yo'q, plus agar qo'shmoqchi bo'lsak yo biz ko'paytirmoqchimiz, shuning uchun ko'paytma tugmasini bosib ikkinchi elementni bosamiz va enterni bosamiz. Natijamiz chiqdi. Endi qolgan kataklarni ham shunday yozishimiz mumkin. Buni belgilaymiz, ko'paytiruv belgisi, ikkinchi katak, enter. Lekin bundan da oson yo'lni o'rgataman. Mana buni belgilaymizda, xuddi boyaginday qo'shish belgisi chiqqandan so'ng uni ushlab to'liq pastgacha olib kelamiz. Bunda mana bunga berilgan formula qolganlariga ham taalluqli degan ma'noda bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda kiritayotgan formulalarimiz ko'rsatib turiladi. Mana hammasi kiritildi. Demak, narxini bittada hisobladi. Agar bu tartib raqami 100-200 ta bo'lgan taqdirda ham boyaginday kerakli formulani belgilab to'liqligicha olib tushishingiz mumkin. Juda ham oson bo'ladi. Endi jami xarajatlarni hisoblashning eng yaxshi usuli mavjud. Bunda belgilaymiz umumiy yig'indisi bo'lishi kerak narsalarni. Ikkita yo'lni o'rgataman. Bunda ham barobarni bosib, katakni bosib, qo'shish, bu katakni qo'shish, yana qo'shish, qo'shishni bosishimiz mumkin. Va shunda umumiy natija chiqadi. Yoki yana ham osonrog'i barchasini belgilaymiz. Mana bu yerda tayyor funksiya bor. Ko'rishingiz mumkin. Summa. Xuddi o'sha qiymat chiqdi. Shu orqali mana dastlabki hisob-kitob amallarini bajara oldik. O'ylaymanki, bu sizga anchagina foyda keltirdi. Keyingi darslarda bundan ham murakkabroq formulalar bilan ishlashni o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.